Olib keldik ukam. Bormi cho'tki qizlardan? Bor opa, ishonarli qizlardan olib keldim. O'zim gaplashib yurgan yaxshi qiz. Mana orqada. Qani, chaqirchi, chaqir. Qara boring. Bo'ylari balandgina ekanmi? Va alaykum assalom, voy assalom. Yaxshimisiz, buncha chiroyli bu qiz? Oliy ma'lumotli ikkita universitet tugatgan. Voy, sizdanchi zo'r o'qituvchi chiqadi-da. Chet eldagi zo'r o'quv markazidan dars olib beraman. Uyingizga kamida $3000. Ana, men senga aytgandim-ku, opam zo'r ishlarni topib beradi. Assalom. Menga ma'lumotlarni tashlab qo'ying, xo'p? Bo'ldi, hozir 1 daqiqa. Pasportini ham olib kelganman opa mana. Oling, berkit oling. Menga qara. Ha. Pulini olyapsanmi? Shunaqa qizlardan ko'p olib kelgan, tushundingmi? Opa, ish qilib menga muammo bo'lmaydimi? O'chirolmasin. Uylanmagan bolaman, boshimga balo qilmang faqat. Shu paytgacha muammo bo'ldimi? Yo'q, Jim yur bo'lmasa, pulingni oldingmi, bor. Xo'p, opa. Toshkent xalqaro aeroportida xuddi shu kabi ko'rinishda yosh qizlarni g'arazli maqsad yo'lida xorijiy davlatlarga sotish bilan shug'ullanib kelgan jinoiy guruh a'zolari qo'lga tushdi. Telegram messenjeri orqali yozdi menga, ish bormi deb yozdi. Men o'zim Tailandga borib kelganman, klubda ishlaganman, oldin klubda raqqosalik qilishini aytdim. Keyin u qiz unga rozi bo'ldi. Birozdan so'ng uni o'zini tanishi borligini, u qiz ham ishlash uchun bormoqchi dedi. U qizlarga bilet olindi. Tailanddagi tanishim orqali gaplashdim. Ish bordi. Hech nima ish qilmaysiz boshqa dedi. Keyin men ham qiziqqanim uchun pul topsam kerak deb o'ylandi. O'zi tanimagan, bilmagan odam bilan chet elga chiqishni tavsiya qilmayman umuman. Davlatdan kechirim so'rayman. Qizlardan ham uzr so'rayman. Mazkur holat yuzasidan Mirobod tumani Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Iroda va Jasmina ismli shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda ularga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi tanlangan bo'lib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Sizga xorijdan yaxshigina daromadli ish taklif qilishyaptimi? Firibgarlarning bu kabi tuzog'iga ilinib qolmang. Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatlarni aslo noma'lum shaxslarning qo'liga tutqazmang, yo'qsa odam savdosining qurboniga aylanib qolishingiz mumkin.